Nimaga Xitoy mashinalari Yevropa mashinalaridan chiroyliroq? Sababi mana bu hamma dizaynerlar, Yevropadagi dizaynerlar eski mana Audi'da ishlagan, BMWda ishlagan, Rolls-Royce'da ishlagan hammasini Xitoy o'ziga oldi. Kattaroq pul to'lab, Ya'ni o'tdi dizaynerlar. ha, например, BYD'ni dizayner Wolfgang Egger u Audi'ni chizgan. R8 ni chizgan, chiroyli-ku. O'shani chizgan odam hozir BYD'ni asosiy dizayneri. Zikrda ham shunaqa, Li'da ham shunaqa, Honjida ham shunaqa, ham Nio'da ham shunaqa, hammasida shunaqa. Hammasi ko'proq pul to'lab o'ziga olgan. Eng asosiy faktor pul emas bu yerda. Pul ikkinchi faktor. Birinchi faktor o'zi qog'ozbozlik. Nimaga desangiz, dizaynni tasdiqlash uchun Yevropada juda katta instansiyalardan o'tib, muhokama qilib o'tirish kerak-da. Unga 2-3 yil ketardi-da. Bu yerda nima tez, hamma narsa tezlik bilan. Tez qaror qabul qiladi. Tez qaror qabul qiladi. Chizadi, yoqdimi, bo'ldi, shu qilamiz deb yangi dizayn o'ylab topishyapti. Bu tvorческий odamlarga juda ham zo'r yoqadi.